Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamda Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hurmatli aziz vatandoshlar, kanalimga xush kelibsiz. Juda ko'p opalarimiz bizga bugun gemoglobinni, ya'ni qonni uy sharoitida ko'tarishni o'rgating debdi. Mana ko'rib turibsizlar, dasturxonimiz yozilgan. Tabiiy narsalardan uy sharoitida gemoglobin, ya'ni qonni ko'tarishni o'rgataman. Gemoglobin o'zi nima? Gemoglobin bu sложный белок tarkibi eritrositlardan tashkil topgan. Gemoglobinning asosiy vazifasi inson organizmiga kislorod toshib berishdir. Gemoglobin pasayib ketishi oqibatida, ya'ni qon kamayib ketishi oqibatida barcha organizmlar kislorodga qashshoqlanadi. Ya'ni kislorod kamayishi oqibatida insonda organizmi depressiyaga tushishi mumkin, ishtahasi yo'qolishi mumkin, doimiy charchoq, apatiya, terlash va undan tashqari immunitetni o'ta tushib ketishi va shu kabi holatlarda bo'ladi. Gemoglobin tarkibida temir moddasi bor va temir moddasi gemoglobinning past yoki balandligiga javob beradi. Temir moddasi tushib ketishi oqibatida juda har xil yoqimsiz oqimlarga olib keladi. Men bu haqida sanab o'tdim. Endi gemoglobin, ya'ni qon nimani hisobiga kamayadi degan insonlar bo'lishi mumkin. Gemoglobin quyidagi sabablarga ko'ra kamayadi. Birinchisi, oshqozon ichak hazm sistemasi kasalligi, ya'ni yeyotgan mahsulotingiz yaxshi so'rilmaydi yoki bo'lmasa hazm bo'lmaydi. Ikkinchisi, oshqozon ichak yara kasalliklari, qon ketishlar, boshqa bundan tashqari gemoroy kasalliklar, bundan tashqari organizmda har xil onkologik kasalliklar va shu kabi holatlar. Endi ayollarda ham gemoglobin kam bo'lishining sabablari boyagi sanab o'tganlar. Undan tashqari hayz ko'rishdagi buzilishlar, ya'ni 5 kundan ziyod hayz ko'radi va unda 80-100 ml dan ko'proq qon yo'qotadi. Bunda holatlarda albatta borib ginekologlar maslahat qilgan holda to'g'ri lecheniya qilish kerak. Hurmatli aziz vatandoshlar, hurmatli Doktor M kanali a'zolari, har qanaqa holatda ham men doim aytaman, shifokorga borib ko'rinish shart. Undan tashqari ayollar jijilagani, ya'ni tuqqandan so'ng qon ketishlar bo'lishi mumkin. Unda 200 grammdan har xil miqdorgacha qon ketadi va bu ham ayol organizmi uchun xavfli. Undan tashqari homiladorlik vaqtida bo'ladigan anemiyalar, ya'ni kamqonliklar. Endi biz anemiya degani ko'proq temir moddasi yetishmovchilik anemiyani tushunamiz va ushbu holatlarda boyaga aytgandek organizmning kislorodga qashshoqlanish hisobiga yoki bo'lmasam immunitet tushishi hisobiga yoki bo'lmasam xuddi shu kabi holatlarda anemiya kasalligi ko'riladi. Xo'p, operatorimdan kelib narsalarni olishini so'rardim. Bugungi bizga tabiiy vositalardan qonni ko'tarish haqida gaplashib o'tamiz. Bunda bizga lavlagi, sariq savzi, qizil savzi, anor, olma, ko'k olma, qizil olma, qoqi, mavis, keshu, hattoki manaqa namatak, yong'oq, fistashka, qora sliva, arab xurmosi va taxir tamli go'rki shokolad. Men bularni hozir sizlarga aytib o'taman. Undan tashqari qora non и цельный хлеб tarkibiga qanchasiga qaysi modda yoki qancha gram temir moddasi borligini sizlarga tushuntirib o'taman. Undan tashqari bizning dasturxonimizda yo'q narsalarni ham gapirib o'tishni o'zimga joiz deb bildim. Birinchisi bu baliq ikrasi. 1 gram baliq ikrasida, ya'ni 1 osh qoshiq baliq ikrasida 1 kunlik inson organizmiga kerakli temir moddasi bor. Undan tashqari jigarda, misol uchun mol jigari yoki bo'lmasam qo'y jigari, indik jigari, tovuq jigari, xullas shu jigarlarning 100 gramida 9 milligramdan 14 milligramgacha temir moddasi bor. Va bu jigarlarni olayotganda yaxshi e'tibor beramiz. Exinokok bo'lmasin. Exinokok organizmingizga tushsa, sizga ham jigaringizga o'tishi mumkin. Undan tashqari ikkita tovuq tuxumida, ya'ni tovuq tuxumini sarig'ini oladigan bo'lsak, 1 milligram temir moddasi mavjud. Цельный ржаной хлеб, o'zimizdagi oq non, ya'ni bug'doydan, tegirmonda chiqarilgan bug'doydan tayyorlangan non. Buni 100 gramida 1 milligramgacha temir moddasi mavjud. Bundan tashqari qora non demasdan chiqarmaymiz. Qora non hozirda juda insonlarning orasiga yaxshi kirib bormoqda. Sababi buni salatlar bilan yesa bo'ladi, sho'rvalar bilan yesa bo'ladi va hokazo. Lekin go'shtli mahsulotlar bilan qora non yeb bo'lmaydi. Buni ham 100 gramida 4 gramdan 6 gramgacha bo'lgan temir moddasi mavjud. Keyingi gapiradigan gapimiz o'zimizning qoqillar. Bu banan qoqi, kivi qoqi yoki bo'lmasam o'rik qoqi yoki bo'lmasam qora mavis qoqisi yoki bo'lmasam qora sliva qoqisi yoki arab xurmosi. Ha, aytgancha aziz vatandoshlar, bu sanab o'tgan qoqilarimning 100 gramida juda ko'p bo'ladi temir moddasi. Eng kami 3 gramdan 12-9 gramgacha bo'ladi. Shuning uchun bularni shunday o'zini iste'mol qilish ham maqsadga muvofiq. Undan tashqari bu qoqilarda vitamin C, vitamin B kompleks, aminokislotalar va antioksidantlar mavjud. Bular doimiy ratsionimizga qo'shib yeyuvchi vositalarimiz. Bularni bir kunda 35 gramdan 70 yoki 50 gramgacha iste'mol qilish ma'qul. Bularni albatta ovqatdan 2 soat keyin yoki ovqatdan 10 minut oldin ovqatga qo'shib iste'mol qilib bo'lmaydi. Aytgancha aziz vatandoshlar, qoqlarning yana bir yaxshi tarafi bor. Bu oshqozon ichak faoliyatini, hazmini yaxshilaydi, insonning ruhiyatini tetiklashtiradi va inson ongiga yaxshi ta'sir qiladi. Undan tashqari qoqlar
Bu o'rik qoqimi, maizmi, sho'rnaslifmi yoki bo'lmasa arab xurmosimi inson organizmidagi tanqis vitaminlar sindromini ham yo'qotadi. Homilador ayollarga bularni bersak, tabiiy yo'l bilan temir moddasi oshishini hisobiga Xudo xolasa homiladorlik vaqtida anemiya, ya'ni kamqonlik kasalligi bo'lmaydi. Undan tashqari bular bizni doimiy ratsionimizdaligi uchun oshqozon ichak hazm sistemasida juda yaxshi so'riladi. Endi davom etamiz. Bizga yong'oq ko'rib turibsiz. Xomnon pista, fistashka, keshiu, kidrovarishkamiz yo'q. Bular 100 grammida 3 gram, 4 gram, 5 milligramgacha temir moddasi mavjud va bularning suv tushishning normasi yong'oqdagi 35-40 gram, fistashka 80-100 gram, keshiu 50 yoki 60 gramgacha. Ha, aytgancha aziz vatandoshlar, keshiu bu sahr kasalligida juda yaxshi vosita, jinsiy quvvatga fistashka yaxshi vosita, inson ongi xotirasi va inson ongini rivojiga, asab tizimiga yaxshi ta'sir qiladigan narsa bu yong'oq hisoblanadi. Ha, aytgancha aziz vatandoshlar, yer yong'og'ini qon ko'paytiradi deb juda ko'pchilik o'ylar ekan. Yer yong'oq hech qanaqa qon ko'paytirish xususiyatiga ega emas. U naborot juda ko'p o'zini ichiga yog'larni oladi. To'g'ri, temir moddasi yer yong'og'ida baland, lekin yog' moddalari balandligi hisobiga ham u so'rilishi juda qiyinroq. Temir moddalarning ichida podshosi desak ham bo'laveradi va yagona ovqatdan so'ng yeyiladigan mahsulot bu anor. Anorning 100 grammida 1 gramgacha temir moddasi mavjud. Hattoki anorning tarkibi shu darajada boyki, anorning so'kida, ya'ni anorni blenderga solib chiqarib, uni so'k qilib ichadigan bo'lsangiz, 1 oddiy suv qo'shiladi. Bir kunda 250 gramgacha anor tabiiy so'kini ichgan insonda har xil turdagi kasalliklar, hattoki onkologiya ham bo'lmaydi. Agar so'kini ichish qiyin bo'lsa, bir kunda bitta selni anor yeyish maqsadga muvofiq. Hurmatli aziz tinglovchi, anor yeyotganda ehtiyot bo'ling. Agar oshqozon ichak hazm sistemasida kasalligingiz bo'lsa, uni gastroenterolog shifokori bilan yeng va ich qotish sizda, ya'ni kalit kasalligi bo'lsa, anor yeyishni tavsiya qilmagan bo'lamiz. Sababi anor insonning ich qotirish xususiyatiga ega. Undan tashqari davom etamiz. Arab xurmosi haqida qisqacha gapirib o'tamiz. Arab xurmosi vitaminlarning ichida podshosi hisoblanadi. Juda ko'p ayollarimizga homiladorlik vaqtida va jijilagandan so'ng, ya'ni tuqqandan keyin yedirsak, bu prolaktinni sintezini yaxshilaydi va ona sutining vitaminlarga boyitib bolani sog'lom qiladi. Arab xurmosining 100 grammida 1 gramdan 3 gramgacha bo'lgan temir moddasi bor, sink bor, vitamin C bor, aminokislotalar bor, vitamin kompleksi mavjud. Anor bilan arab xurmosi inson organizmida 80% dan 90% gacha hazm bo'ladi va so'riladi. Qon ko'tarishda sabzavotlarning ham o'rni aytib o'tilishi shart. Birinchi o'rinda qizilcha, ya'ni lavlagi haqida gapiramiz. 100 gram lavlagida u qaynatib pishirilganmi yoki suxa fruktasimi yoki ovqatda pishirilganmi yoki so'k qilib blenderda chiqarilganmi, 4 gramdan 10 gramgacha temir moddasi mavjud. Faqat lavlagini 50 gram chiqarilgan so'kiga 2 barobar suv qo'shiladi, 100 gram suv qo'shiladi. Undan tashqari sabzi, qizil sabzi va sariq sabzi, bularning ham tarkibi juda boy. Bularni ham 100 grammi salkam 3 gramgacha temir moddasini o'z ichiga oladi. Bularni ham xohlagan usulda iste'mol qilish mumkin. Faqat sabzi termik obrabotkadan o'tgandan keyin, ya'ni qaynatganingizdan keyin yoki parlatganingizdan keyin yoki biror xil ovqatga qo'shganingizdan keyin o'zini temir moddiy xususiyatini 1 gramgacha kamaytirish xususiyatiga ega. Olma haqida gapirmadiz deydi. Biz olmaga o'tib ketyapmiz. Olmani qizil va ko'ki turibdi dasturxonimizda. Qizil olmada ko'k olmaga nisbatan 1 gramdan 3 gramgacha bo'ladi temir moddasi, lekin ko'k olmada temir moddasi ko'proq va olmaning urug'i yod miqdori juda ko'p. Masalan, bitta olmani butun yeb uni donaklarini ham yesangiz, kunlik ratsioningizdagi yod normasini iste'mol qilgan bo'lasiz. Aytgancha aziz vatandoshlar, immunitetga yordam beradigan qurolni aytamiz. Bu shipovnik, ya'ni namatak. Namatakni biz suxoyni olganmiz aptekadan, chunki hozir namatak sezon emas, mana ko'rib turibsizlar. Ushbu namatakni 2 choy qoshiqda 250 gram suv solib, 1 soatdan ziyod damlab, kuniga 1 stakandan 2 oygacha ichilgan insonda kamqonlik kasalligi va immunitet kasalligi bo'lmaydi, xudo xolasa. Faqat buni muzdek holatda ichish mumkin emas. Undan tashqari aziz vatandoshlar, biz aytgan mahsulotlarni 2 oy davomida yesangiz, xudo xolasa shu sizga yaxshi ta'sir qiladi va tabiiy davo usuli deb ko'rsatiladi. Biz sizga hozir qo'limizdan kelgancha blenderda chiqarib ko'rsatib aytib o'tamiz.
Xo'p, aziz vatandoshlar, juda qiziq joyga yetib keldik. Mana bizni soka bujurmalkada hozir men sizlarga chiqarib ko'rsataman va sizlar ham xuddi shunga quyida tayyorlasanglar bo'ladi. Men eng oson retseptini aytaman. O'zingizlarga yoqqandek qilib aralashtirasizlar. Bu mahsulotlar bir-biriga juda kelishimli. Xo'p, o'rtacha bitta dallayni olamiz. 50 gram, 30 gram bo'lib olamiz. Uni blenderimizga solamiz. O'rtacha bitta sariq sabzi olamiz. Menga sariq sabzi ko'proq yoqadi. Kimdir qizil sabzi yoqtirsa, qizil sabzi solsa ham bo'laveradi azizlar. Buni hech nimasi yo'q, chatag'i yo'q. Va bitta qizil olma olamiz. Blenderimizni sekin-asta yoqamiz. Chiqarilgan lavlagi sutini o'zini ichsa ham bo'ladi. Faqat chiqarilgandan keyin yarim soat yoki 40 minut tindirish, ya'ni qo'yib qo'yish kerak. Quyosh tushmaydigan joyga. Bunga 50 gramiga 100 gramgacha oddiy qaynatilgan dog' suv, sovuq holatda yoki bo'lmasa xona haroratidagi biror suv tozalangan suv. Xo'p, davom etamiz. Endi orqasidan olma solamiz. Men nima uchun kichkina qilib solyapman? Sababi aziz vatandoshlar, blenderda o'ldirmaslik uchun. Olma suvini namoyish qilib ko'rib turibsizlar. Kokteyl sipat bo'ldi, juda chiroyli, juda sifatli bo'ldi. Bunga yana qo'shimcha sabzi solsak bo'ladi. Hozir men bir qator olmaligini tatib ko'raman. Novvot olingan. Endi sabzlarimizni solamiz va tayyor bo'lgan mahsulotni qo'shib sabzi olingan tarkibi boshqacha bo'ladi. Вообще dahshat. Ta'mi olmani, sabzini aralashmasini ta'mini ajoyib ta'm bo'lmas ekan. Juda mazali, yoqimli ta'm bo'ladi. Aytgancha aziz muxlislar, hammasini alohida chiqarib ham ichsa bo'ladi. Misol uchun sariq sabzini alohida, qizil sabzini alohida yoki lavlayni alohida. Undan tashqari ko'k olma yoki qizil olma. Buni nimasi yo'q. Paykgacha aytayotamiz. Undan tashqari anorni ham sokini chiqarib ichsangiz mahsulotga muvofiq bo'ladi. Endi biz qolganini og'zaki aytib beramiz. Sizlardan iltimos ruchka bilan qalam olib o'zingizlarga yozib olishga harakat qiling. Xo'p. Birinchi aralashmamizning nomi bu yong'oq va asal. 100 gram yong'oqni blenderda maydalab, uni 2 osh qoshiq asal solib, 3 sutka tindirasiz. 1 osh qoshiqdan 3 mahal ovqatdan oldin yeysiz. Undan tashqari qora sliva bilan o'rikpoqni aralashtirasiz. 100 gram qilib, unga 5 qoshiq asal solasiz. 3 sutkadan bir haftagacha qorong'uxonada tindirib, 1 osh qoshiqdan ovqatdan yarim soat oldin iste'mol. Arab pulmoni 3 tadan 8 tagacha bir kunlik normasi. Omnon pista, keshu va yong'oqni aralashtirib, teppa-tengida olib 100 gramdan olib, unga 5 qoshiq asal solib, uni ham yesangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Har qancha aziz vatandoshlar, qora go'rki shokolad haqida gapirib beraman. Qora go'rki shokolad bu inson organizmi uchun yagona eng zarari kam bo'lgan shokolad hisoblanadi va buni inson organizmiga so'rilishi juda yaxshi. Va buning tarkibida ham 3 gramdan 100 gram qora shokoladda 3 gramdan 9 gramgacha temir moddasi mavjud. Bugungi videomiz sizlarga manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Video davomida keltirilgan noqulayliklarga yoki bo'lmasam bizni hech mana blenderda ishlatmoqchi bo'lib, o'psizlik qilganimiz uchun sizlardan uzr so'raymiz. Yana qaysi mavzular qiziq bo'lsa, bexijolat murojaat qilishingiz mumkin. Kuninglar xayrli va barakatli.